Hop, hammaga salom do'stlar. Bugun kanalimda birinchi vlog YouTube'da. Hozir urug'da o'tiribman. Aysilecha burgerlar. Hozir sizlar bilan video ko'ramiz. Qanaqa video kerak? Tasavvur qilinglar. Sizlar to'yga kelgansiz, qaysi qarindoshlar to'y bor, o'zbekchilik yo'q. Tog'ora yoki bo'lmasa qanaqadir set borishili kerak. Ko'rnima deyiladi, nima deyiladi? Nomi yo'qsa ham narsa olib olishili kerak. Hadya sifatida to'yda. Burger. Odin shu. Lekin shunga mikrofon o'chiqmi yoniq ekan. Biz video olganmiz, deb aynan shu narsa haqida productions video qilganmiz. Hozir sizlar bilan shu videoni bitta ko'ramiz. Ko'rib olish joyi shu videoni. Keyin qisqacha ta'riflab beraman sizlarga shu videoni paket tushib ketadi. Hozir tushuntirib beraman sizlarga videoni qisqacha teoriya. A few moments later. Hop, bizda 500 gradus hozir soat 5 bo'lishiga qaramasdan bizdan ko'ramiz. Videoni boshdagi kadr bu asosiy mahsulotni produktlarni ochib berish bo'lgan. Qarab beradigan bo'lsangiz, misol uchun tog'ora seti bizda aynan qanaqa vaziyatlarda to'g'ri kelayotganligi va u qanaqa vaziyatga mos ekanligini ko'rsatish asosiy maqsad. Ko'rasiz, videoni boshida mahsulot kadr ochib beryapti. Mahsulot tovuqdan krupli kadrlari bitta tovuq mahsulotini buning konsepsiyasi ochib berilgan, uni bezaklari va orqa fonda shunaqa situatsiya ketyapti. Bitta mahsulot tayyorlandi, mijozga kompaniya tomonidan yetkazib berilishi uchun tayyor holatda qadoqlanib berilyapti. Shu holatda darrov kompaniyadan dastlashgan xodimni yetkazib berish xodimi olib ketyapti. Olib ketgan kadrlarda kamerada shunaqa fotolangan, ko'rishingiz mumkin. Tog'orani tagiga shtativni teshib chiqamiz. Tog'orani teshgan, tog'orani yuzib ketgan. Kuryer olyapti deb u narsani olib ketyapti, mashinaga qo'ydi. Mashinaga qo'ygandan keyin u mazgiga yetib bordi, boryapti. To'y egasiga beryapti, ya'ni to'y bo'layotgan xonadonga yetkazib beryapti, mahsulotni dasturxonga yetib beryapti. Xonadonda ham misol uchun ayollarga qaraydigan bo'lsa, bezalgan, orqa fonlar bezatilgan uyda ayollarning qo'lida tillalar, mehmonga dorchilik qilayotgani sezilyapti, ya'ni ikkita ayol o'rtasida bir-biriga beryapti. Oxirida dasturxonga qo'yiladi. Bu yerda o'zbekcha milliy tadbirmi, to'ymi, nimadir marosim bo'lyapti. O'sha vaqtda u mahsulot yetib kelib turib, u produkt dasturxongacha yetib kelyapti. Ya'ni oddiy o'sha mahsulot, tog'ora mahsuloti, u shunaqa mahsulot chiqarganki, ya'ni bizning maqsadimiz ochib berish bo'lgan. Bu bizning o'sha tog'ora setimiz to'ybob, xalqbob mahsulot ekanligini ko'rsatib berish bo'lgan. Qisqacha shunaqa video bizda. Orqaga qarab. Ta'riflamay. Qisqacha biz shunaqa produktga shunaqa video qilganmiz. Ishlarimizni boshqartirib beraman. Birinchi feyz sifatida endi o'zim chiqqanman bu yog'iga. Enzor videolarimizni ko'rsataman. Bu Instagramga qilingan bizda smart set videosi. Bitta ko'ringlar bo'ladi. Bitta chiqadi. Ashta. Smart set. 29-noyaziga smart set reklama boshlandi. Mahsulot iste'mol qilayotgan jarayoni taka ochib berolmay, yeb berolmay o'zim. Ushbu saytimiz mazasi berildi. Mana shu joy, mana shu fonda o'zida oxirida tugatgan 29-noyaziga smart set stoyga qo'yganmiz. Shu qisqacha stoygani ko'rsataman sizlarga. Mana narsa. Shu narsa bo'lgan. Qisqacha shunaqa video bo'lgan. Aynan mahsulot ochib berishga nisbatan qaratilgan video bo'lgan. Bizda Davron aka keling. Lukka eng kuchli dizaynerlardan insonlarni kelishdi. Sarvar aka bilan Davron aka eslicha. Lukka kuchli dizaynerni ko'rsataman. Ashbola Lukka dizaynerlardan biri. Chirigan insonlar. Ikki vlog ketyapti. Nima deysiz birinchi vlogimda?
Ne, Chris qisqacha to'xtang. O'rtoqlar, baytda ishlash, sizlar Unaqa zo'rligini Qiyin emas. aytib qo'ymang, unaqa zo'rligini. qiyin emas, o'zi aslida. Ha. Bemalol ishlasalaring bo'ladi. iPhone 6 Pro Max'lar olsalaring bo'ladi. 15 ta shotlar. 15 Pro Max'lar yokida MacBook'lar olsalaring bo'ladi. Shuni olim bor edi. Ha, bormidi? Ha. Ha, bo'lmasam katta production videolarni olsalaring bo'ladi, Azbek bilan. Shunaqa. Sizlarga ham production video kelmoqchi. Kerak bo'ladigan bo'lsa, Kerak bo'ladigan bo'lsa, Azbekka mana shu link chiqadi hozir, aksiyani to'ldirasizlar. Soatni jo'nataman. Mana shu chiqadi. YouTube'ga qanaqa link chiqadi, inson? Короче, Telegram kanalimga trafik qilamiz. Telegram kanalga o'tinglar, tez o'sha yerda gaplashamiz. Bo'l, sog' bo'linglar. Charchamanglar, tugadi bugun video, ana. Oxirini tugatmayman, oxiri tugatamiz. Jamshidxon akaniki o'xshadimi? Yo. Pulli to'y qashamga emas. Sarfang. Yo, oxirida vaqt tugataman. Oxirida tugataman. Ko'rin, fokus olmayapti. Xullas, ana shu yerda manma, короче, rasm chiqdi. Charchaman. Bo'l. Kar qo'yib oldim. Lifestyle, shu.